Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar, qadrli do'stlar. Şinjan Universitetida uzun yil o'qitish va ilmiy tadqiqot bilan shug'ullangan. Uyg'ur klassik adabiyoti yo'nalishi bo'yicha tunji qitim magistr aspirantlarni yetishtirgan professor Sherifiddin Umar aka o'zining esil fazilati, shundaqla behisob tuhfalar bilan bizning aslishimizga, shundaqla emgaklarga lilla baho berishimizga arziydi. Biz mushu munosabat bilan ijtimoiy fan sohasidagi bu tuhfakor ustasini yod etish, uning kishilik fazilati va munbardagi hayoti bilan tonish maqsadida bugungi suhbatni uyushtirdik. Men oldi bilan bugungi suhbatimiz taklif qilingan to'rdagi aziz mehmonlarni tanishtirib o'tay. Şinjan Universiteti Filologiya institutining professori Gayratjan Osmon. Şinjan Pedagogika Universiteti Edebiyat İnstitutu'nun dotsenti Rişat Asim. Şinjan Universiteti Filologiya İnstitutu'nun dotsenti Gülcemal Meytimán. 1980 yıldan başlap ta ömrünün ahirigacha Uyg'ur klassik adabiyoti Uyg'ur ishki muqami ilmiy jamiyatlarninki xizmatlariga yaqindan yordamlashgan, yurishi, taraqqiyotiga muhim hissa qo'shgan. Bir insonning dunyoga odam bo'lib operat bo'lmagan nihoyat oson. Odimiy fazilatni yetildirmak nihoyat taskin. Sherifiddin Umar ma'lim o'qitish bilan ilmiy tadqiqotni, adabiy ijodiyat bilan ilmiy tadqiqotni organik birlashtirgan tuhfakor ma'rifchi. Gayratjan muallim, siz merhum ustazımız Sherifiddin Umar akaninki o'quvchisi ekansiz. Keyin hamda uzun mezgil birga ishlabsiz. Ham demak, mush fursat bilan Sherifiddin Umar akaning pedagoglarga xos xislati, uningki odimiyligi, o'qitish va ilmiy tadqiqot mushayatga emgaklarga bir baho berib o'tsangiz. Sherifiddin Umar muallim 1932 yili Qozog'istonning Yarkent nahiyesi Achinochi yezisida tug'ilgan. 1944 yildan 1949 yilgacha G'uljidagi Ahmedjon Qosimiy nomidagi bilim yurtida o'qigan. 1950 yildan 1953 yilgacha Şinjan institutininki til adabiyot fakultetida o'qigan. O'qish jarayonida hamda o'qishi alohida yaxshi bo'lganligi, ham shu vaqtida o'qituvchilar kamchil bo'lganligi uchun 52 yildan boshlab 1 yil burun ham o'qigan, ham dars tayyorlab o'quvchilarga dars o'tgan. O'qituvchilik tarixi 52 yildan boshlanadi. 1956 yildan 58 yilning oxirigacha davlatning evartishi bilan Toshkentda aspirantlik kasbida o'qigan. 1959 yilda qaytib kelgandan keyin ta 1995 yilgacha bizning Şinjan Universitetininki til adabiyot fakultetida o'qituvchilik xizmatini ishlagan. 1980 yillardan boshlab Til Edebiyat Fakültetimizdeki o vaqtidanda az sonliq millat adabiyot kabidrasi degan kabidraninki mudiri bo'lib xizmat qilgan. Shu jarayonda bir tarafdan o'qitish bilan shug'ullansa, yana bir tarafdan ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanib kelgan. Bu 1951 yili Olg'i jurnalida Singlimga degan she'ri bilan adabiy ijodiyatga kirishgan ekan. Shundan boshlab she'r, hikoya, povest, hikoyatlardan 20 necha parcha asari e'lon qilingan. 1980 yillardan keyin o'qitishninki ehtiyoji ham o'qitish xizmatini ilgari surish uchun ilmiy tadqiqotni elib berib, shu Uyg'ur klassik adabiyot tarixi o'qitishini dastlab bizning shu til adabiyot fakultetimizda rasmiy sistemalik holda o'ttirg'i elib chiqishga sabab bo'ldi. Mana shu darsni cho'rdigan holda tadqiqot elib berib 20 necha parcha ilmiy maqola yozdi. Undan keyin Uyg'ur klassik adabiyot tarixidan o'chiriklar nomli kitobidan boshlab jami 7 tom shu klassik adabiyot tarixiy kitobini yozib chiqdi. Shu 1980 yildan boshlab ta umrining oxirigacha Uyg'ur klassik adabiyoti
Uyg'ur ishki muqomi ilmiy jamiyatlarninki xizmatlariga yaqindan yordamlashgan, yurishi taraqqiyotiga muhim hissa qo'shgan. Ham shu jamiyatlarninki xil bir mezgil ma'avin jamiyat boshlig'i bo'lib xizmat qilib, Uyg'ur klassik adabiyoti muqam tadqiqotininki 80-yildan tortib ta 90-yilgacha Abdulum rayonimiz, hatto Abdulum rayonimizdan o'tib mamlakatga, xalqaro yuzilishiga o'zining tegishli hissasini qo'shib kelgan. Endi Rishot muallim, sizmi o'quvchisi ekansiz? Siz qaysi yillar qo'lida o'qigan? Ben 69-yılın ahiri, 70-yılın beşi Şinjan Üniversitesi ailelikler korasında Gulju'dan kilip kichkanamni uyda tutdim. Bu vaqtda ikki oila urug' tuqqandek o'tadi ki. Dastlabki mening balalik qalbimga ta'sir qilgan Sherbiddin Umar kim o desa, nihoyat ochiq eman. Surlik ko'rindigan. Doim ishini oldiga chiqib qarab tursam, beshini sangiltib maktab taraf ketgan, beshini sangiltib kelgan. Mashundaq bir odam obraz şekilli. Keyin bu ikki oiladagi berib kelishlarda men qo'shilib, bu oila kirib chiqish boshlandi. Buning bilan Sherbiddin Umar muallimninki qanday fazilatli bir inson ekanligini tushunib yetishga boshladim. Xo'sh, 70-yilda biz oliy maktabga imtihon berib kelgandan keyin bu ustozninki qanchalik fazilatli inson ekanligini shu sinflarda dars anglash jarayonida kimga qanday muomala qilish, mushu nuqtalardan bizga nihoyat cho'ng odamiylik tarbiyasi berdi. Bir insonning dunyoga odam bo'lib operayt bo'lmog'i nihoyat oson. Odamiylik fazilatini yetildirmek nihoyat tezkin. Bu narsa Sherbiddin Umar muallimning vujudidan bildik biz. Mushu xislatlari bilan Sherbiddin muallim 30 yil shu oliy maktabda o'qituvchilik qilish jarayonida nihoyat nurg'un shogirdlar tarbiyalab chiqarib. U oilasida bir suyimli ota. Maktabda ajoyib fazilatli bir o'qituvchi. Mushu bilim nima qildi? Bu odamni bag'an sir keltirlas. Insonning bilimi qanchalik ko'paygan sir u shunday axloqli fazilatli bo'ladi ekan. Endi Guljamal, shu vaqtlarda Şinjan Üniversitetining umumiy ahvoli qanday deganda, materiallar intayin kamchil, qo'llang'idek qo'llanma yo'q. Ders o'tishda butun shu vaqtdagi mutaxassislar, o'qituvchilar o'zlari tuzishga, hamma ishni noldan boshlashga to'g'ri kelgan bir davr. Endi siz mush fursatda Sherbiddin kamninki o'qitish bilan ilmiy tadqiqotni birlashtirishda qanday chora-tadbirlarga, metodlarga murojaat qilganligi haqida ixcham bir tushuncha berib o'tsangiz. Sherbiddin Umar muallim o'qitish bilan ilmiy tadqiqotni, adabiy ijodiyat bilan ilmiy tadqiqotni organik birlashtirgan tuhfikor ma'rifchi. Biz uningki hayot faoliyatini eslab baqadigan bo'lsak, oldi bilan Sherbiddin muallim Uyg'ur adabiyot ijodiyatiga chin qalbidan muhabbat bog'lagan bir adabiyot shaydasi edi. U 1951-yillardan boshlab ijodiyat kirishib, hikoya, she'r, povest, e'lon qilinmagan roman, filyatun va adabiy obzorlarni yozgan. Endi ikkinchidan Sherbiddin muallim ayni vaqtda 1951-yil Şinjan institutida o'qishga kirdi ekan, 52-yildan boshlab u minbarga chiqib o'qituvchilik qiladi ekan. Endi mush jarayonda u adabiyot nazariyasi, yeziqchilik, uningdan keyin hozirgi zamon Sovet adabiyoti, Uyg'ur klassik adabiyot qatorliq darslarni o'zib bir yoqdan o'rganib, bir yoqdan minbarga chiqib so'zlagan ekan. Endi uchinchi birsi Sherbiddin muallim 1956-yili O'rta Osiyodagi davlat universitetga aspirantlik o'qishga chiqdi ekan. Endi bu jarayonda rus tili, onundan keyin o'zbek tili, turk tili, onundan keyin Çağatayning nomi bilan atalgan Çağatay Uyg'ur tilini pishiq o'rgangan, ham mush asosda nurg'unlagan Uyg'ur adabiyotiga oid keng materiallar bilan uchrashish imkoniyatiga ega bo'lgan. Sherbiddin muallim yana shu o'zininki ilmiy tadqiqotida nishonliq, planliq tadqiqot etgan ekan. Masalan, Sherbiddin muallimninki 7 tom kitobi bor, bu hammasi ilmiy asarlar. Hamda uningki shu tunji kitobi bo'lgan, ya'ni 1982-yil biz bilan ko'rishgan kitobi Uyg'ur klassik adabiyot tarixini uchiriqlar nomli kitobida Uyg'ur adabiyotininki nihoyat uzun tarix ekanligi, qadimgi afsonalar, eposlar, uningdan keyin mangu toshlar, uningdan keyin Qarxonlar davridagi Mahmud Qashqari, Yusuf Hasajib, Abu Nasr Farobig'ichi bo'lgan
bir bütün Uyg'ur adabiyatining mush davriga xos mazmunlar bayon qilingan ekan. Undan keyin ikkinchi qatimliq chiqqan kitobi Uyg'urlardagi klassik adabiyot. Bu kitob qarab baqsak, bu kitobda asosan Navoiy davri adabiyatiga keng sayib ajratilgan ekan. Undan keyin uchinchi qatim chiqqan kitobi O'tir asr Uyg'ur adabiyoti. Buningda Yakan Saydiya xalq davridagi Sultan Saidxondan boshlab toki navbatgacha bo'lgan shu Xo'jalar va Yakan Saydiya xalq davridagi Uyg'ur adablari, ular yashagan muhit, ularning ideyasi, ularning asarlarining o'ziga xos mazmuni, badiiy o'zgarchiliklari va shu davr adabiyotida ularning tutgan o'rni qatorliq masalalar yoritilgan ekan. Hayotining oxirida bizga taqdim qilgan 3 tomliq 19-asr Uyg'ur adabiyoti nomli kitobi qarab baqsak, bu kitobda Çin sulolasi davridagi Uyg'ur adabiyotining vakillari bo'lgan Abdurahim Nizari, undan keyin Molla Bilal bin Molla Yusuf Nozimi, Surdish Axun G'ayribi qatorliqlarninki Abduqodir Damolamg'ichi bo'lgan bir butun davrninki vakillari bu davr adabiyotining o'ziga xos alohidalik tunishtirilgan ekan. Mana shu nasihatlarning ilhomi bilan kunda ustozlardan oshirib o'tamiz-mi? Har holda shuning izini izdab bizning fakultetimizda bir asosli dars ustida saqlab kelyapmiz. Har bir so'zida so'zlagan chaqda, misol olgan chaqda bizni kuldirdigan, bizni oshunga tig'im qiziqtirdigan misollarni oldi. Mushundaq o'zliksiz holda maqol yozish jarayonida asta-asta men maktabninki, fakultetninki, undan keyin o'qituvchimninki talabiga moslashgan bir layoqatli aspirant bo'lib yetishib chiqdim. Endi Gayratjan muallim, biz ustozimizni talabchan ustoz To'fkar Bog'van deb baholardik. Endi o'quvchilarga bo'lsin, atrofdagilarga bo'lsin, nihoyat talabni qattiq qo'yapti dedik. Ham sizning mayli o'qitishda, ilmiy tadqiqotda o'sha emgaklarni qilishingizga, sizga turtki bo'lishda qanday ta'sirlarni bergan, siz u odamdagi qanday ruhdan mushta ulgu olgan? Shu xizmat qilib uzun o'tmayla shu kabidrada bir yig'in echildi. Shu vaqtda bizning kabidraning mudiri shu Shayx ma'lumkan. Shu vaqtda bizning saboqdoshlarimizdan 16 deb hisob qilgan. Shu vaqtda endi degan gapi endi sizlarning shu maktabga o'qituvchi bo'lib qolganinglarni aytdi. Yaxshi ish. Endi bu ahamiyatli ishni qanday oxirlashtirish, buningki ta'mini qanday tetish masalasi sizlarning oldinglardagi bir ish. Buning uchun sizlarga bundaq ikki shartni qo'yma, bu qulluqinglardan o'tdan bo'lish kerak degan. Biri sizlar yaxshi o'qituvchi bo'lish uchun o'qituvchilikni cho'qim so'yishinglar, o'tdan tayyorlik qilishinglar, layoqatli o'qituvchi bo'lishinglar kerak. Yana biri bir qo'linglarda ilmiy tadqiqot bo'lishi lozim degan. Biz mana shu gapning ilhomi bo'lsa kerak. Biz shu 30 necha yildan beri shu ishni ching tutib, belgilik natija yaratdik. Endi ikkinchi bir ta'sir ko'rsatgan ishi 83-yil 9-oydan boshlabla dars kirishib ketdik. Endi o vaqtda boshqa darslik materiallarim yo'q. Kitobim chiqqan. Endi kitobni ham biz o'qib, tushunib, hazm qilish kerak. Shuningda endi u o'ziningki har qatim tayyorlagan konspektini menga berib, sen shuni o'zing qaytadan ko'chirib, retlab, shuni so'zlaysan deydi. Mana shundaq o'zining konspektini bevosita bir shogirdlarga beradigan ish nihoyat kamdan kam ko'riladi. Üçüncü ta'sir qilgani endi men bir yarim yildek dars o'tib, shu Alisher Navoiy mavzusiga kelib qoldim. Alisher Navoiy endi buyuk bir sima, ham qiyin, endi uningda klassik Chag'atay tiliga oid gaplar bor, tarixiy masalalar bor. Shuning bilan men shu dars yaqinlab kelayotgan vaqtida ma'lumni izlab, shu ya'ni o'tmay turay, siz ya'ni so'zlang, men oxirini anondagi so'zlay desam, shu anglab gapimni bunday qilsang qat'iy bo'lmaydi. Sen cho'qim yaxshi tayyorlik qilib, qayta mashq qilib, cho'qim o'tsan. Agar sen bu qiyin darsni o'tmasang, bolalar orasida seni keyin ko'zgilmaydi. O'ng'ingni o'tib, ta'sirning qochdi deb, seni inoating tushib ketadi deb ham tarbiya qilib, ham meni tanqidlab shu uydan chiqarib o'tdi. Shuning bilan men shu darsni yana tayyorlik qilib o'tgan bo'ldimki, o'ylasam shu qilgan ishi to'g'ri ekan deb o'yladim. Endi oxirgi bir nasihat bizni bir qanchimizga Uyg'ur klassik adabiyot tarixidan iborat shu darsni biz ham shu fakultetimizda vujudga keltirib shunchalik qildik. Endi shu dars taraqqiy qilamdi yoki yo'qitib o'tamizlar kelgusida. Bu mushaqasingninki ilkidagi ish.
degan. Mana mushu nasihatlarning ilhomi bilan bugungi kunda ustozlardan oshirib o'tamiz-mi? Har holda ashuning izini izdab bizning fakultetimizda bir asosli dars ustida saqlab kelyapmiz. Endi Rishat muallim, men o'yladim, turmushdagi Sherifiddin Umar bilan munbardagi Sherifiddin Umar tutun farqlandi. Mush dars o'tish, darsga bolalarni jalb qilish, ularga shu 45 minutlik darsdan qoldirayotgan ta'siri qatorliq jihatlarda o'zi xos metodi bor. Balkim bu jihatda sizga ta'sir qilgan nuqtalar bo'lishi mumkin. 77-yildan boshlab oliy maktabga keldik. Endi Sharifiddin muallim darsga kirgan chog'da hammamiz atdiganda o'rnimizdan turib, bugun Sharifiddin muallimning darsida sinfga yuguramiz. Boramiz. Sharifiddin muallim sinfga kirgandan keyin bizga tunji berdigan ta'sir nima desa, dars boshlashdan ilgari bizni qaqoqlab kuldirib o'tish. Bu bir metodga. Balalarning chechilib turgan diqqatini yig'ish uchun bir chaqchaq qiladi birsimizga. Chaqchaq qilganiga balalar qaqoqlab bir kuladi, shuning bilan hamma diqqat Sharifiddin kamga markazlashadi. Shuning bilan Sharifiddin muallim darsini boshlaydi. Başlagan çağda Sharifiddin muallimda ajoyib nurg'un individualliklar var. Her bir sözü de sözlügen çağda, misal olgan çağda bizni kuldirdigan, bizni aşmanga texim qiziqtirdigan misollarni oldi. Bizdagi ayibni yuzimizga davratdi. Xushallik bilan qabul qilatdik. Xushallik bilan da aytdi, bizni ayiblab emas. Demak, bu odamning munbardagi o'rni nima desa, kuyimchan bir o'qituvchi, millatga mas'ul bo'layotgan bir ziyoli xolos. Endi Guljamal muallim, siz Uyg'ur klassik adabiyoti yo'nalishi bo'yicha avtonom rayonimiz tavasidagi tunji magistr aspirant ekansiz. Mushu Sherifiddin Umar ustozimiz tarbiyalabdi. Ham Sherifiddin Umar ustozimiz sizga qanday talablarni qo'yatdi? Sizga bergan ta'siri qandaqdi? Sharifiddin muallim oldi bilan o'zida bir ilmiy tadqiqot safosini, shundoq bir zulini hozirlagan bo'lg'achqa 85-yili mushu Uyg'urlar orasida bir qancha professorning birisi bo'lib, mush professorlik unvoniga erishgan ekan. 87-yili magistr aspirant qabul qilish huquqiga erishibdi. 88-yilga kelganda men mushu Uyg'ur klassik adabiyoti bo'yicha tunji aspirant bo'lib Sharifiddin muallim tarafidan qabul qilindim. U vaqtlarda to'liq kurs o'quvchilarining mukammal darsligi yo'q. Uningdan aspirantlar deganda albatta yo'q. Lekin Sharifiddin muallim meni qabul qilgandilar, mening 3 yillik o'qish planimni mukammal tuzib, maktabninki aspirantlar ishxonasiga topshirgan ekan. Endi birinchi yili meni til o'tkazishni o'tishni barat eng qattiq talabni qo'ydi. Shu yillam davlatninki aspirantlar qo'yilgan chet el tili o'tkazishni to'liq o'tdim. Endi ikkinchi yilga kelganda men kasbiy darslarni o'tishga boshladi. Endi Sharifiddin muallim mana shu vaqtda o'zi dars o'tdi. O'zi o'tgan darsda Uyg'ur klassik adabiyot tarixi, uningdan o'tir asr madaniyat uyg'unishi. Oldi bilan Sharifiddin muallim men qanday bir sharoitni hozirlab berdi deganda, Uyg'ur adabiyotini bir butun dunyo madaniyat sohasiga qo'yib turib tahlil qilishni iborat dastlabki asosini soldi. Uningdan Uyg'ur klassik adabiyot tarixi degandimi, to'liq kurs o'quvchilarga Uyg'ur adabiyoti haqida umumiy tushuncha bersa, menga maxsus temalar bo'yicha leksiya so'zildi. Uningdan har bir darsni yana bir parchadan ilmiy maqola yozdirdi. Mushundaq uzluksiz holda maqola yozish jarayonida asta-asta men maktabninki, fakultetninki, uningdan keyin o'qituvchimninki talabiga moslashgan bir layoqatli aspirant bo'lib yetishib chiqdim. Bitaganda kelam meni yine şu aş kapidraga, yani Sharifiddin muallim şu kapidraning mudir ekan, şu kapidraga ep qoldi. Ep qolgandan keyin yani men şu talabni qo'ydi. Dedi, endi men uzoq qolmay pensiyaga chiqim, lekin to'tinglarning hammasiinglar yosh. Endi hammanglar bir yo'lga kirib olmay, hammanglarning o'z oldinglar tadqiqot yo'nalishinglar bo'lsin. Demak, endi meni o'sha mukammal bir aspirant bo'lishimda Sharifiddin muallim bütün planlarni tuzib, men qattiq talablarni qo'yib, uningdan keyin bir layoqatli aspirant yetishtirib chiqqan. Mushu 20-chi asrning keyingi chorigida Uyg'ur klassik adabiyot tarixi tadqiqoti bo'yicha son jihatda bir qadar ko'p bo'lgan, sifat jihatda alohida o'rinda turadigan natijalarni bizning ustozimiz Sharifiddin Umar muallim qo'lga keltirdi. Keyingi vaqtlarda biz endi his qildik. Sharifiddin muallim har qanday bir asarni yozdi. Asosan epitgan chog'da emas, tarixiy materializm nuqtasidan dunyoni kuzatdi. Endi G'ayrat muallim, siz mush fursatda Uyg'ur klassik adabiyotiga bag'ishlangan 7 tomlik mush kitoblarning ilmiy qiymati haqida
qisqacha to'xtalib o'tsangiz. 1978 yılı hem de memleketimizde şu ilim pen baharı kaydı yetip gelgendiğin keyin mektebimizdeki o'quv ishlari yangi baştan sistemlashib pen qurilishları qaytadan tartiblangandan keyin shu Uyg'ur klassik adabiyot tarixi darsini o'tish ishi kun tartib qo'yilgan. Sharbiddin ma'lum ham shu ishni qo'lga olgan. Demak, 7 tom kitob o'zining xos nomi bilan yozilgan. Undan keyin darslik bo'lgan 3 tom kitob, yana qo'llanma bo'lgan qaynso'ch kitob, o'zining yana 20 necha parcha ilmiy maqolasi bilen koşulup, şu 20. asırning keyingi çağrıgida Uyg'ur klassik edebiyat tarihi tadqiqoti bo'yicha son jihatda bir qadar ko'p bo'lgan, sifat jihatda alohida o'rinda turadigan natijalarni bizning ustozimiz Sharbiddin Umar ma'lum qo'lga keltirdi. Endi buning ichidagi shu 7 tom kitobningki ilmiy qimmati alohida yuqori. Biri bu kitaplarda Uyg'urlarninki qadimki efsane rivayetler devirden tatip az kem 2000 yıllık uzak tarixdeki edebiyatımızı hem edebi eserlerini aynen misal iliş arkalık hem ularninki tarihi ork görünüşünü materializmlik göz qarash, marksizmlik göz qarash boyunca tahlil qilib, onunki medeniyet asası, ijtimoiy asası, tarihi asasını birleştirip köz tutadi. Şun bilen billa her qaysi tarihi devirlerde yaşayan meşhur yazgıçılarımız, şairlerimizden, edebiyat nazariyetçilerimizdenki üsp yetiliş jarayonininki sebebini yaşayan devirninki emili ahvalini ilmi tahlil qilish usuli bo'yicha ko'rsatib bergan. Bugungi kunda endi bu kitoblar bizningki obdan bir foydalanish materialimiz bo'lyotidi. Endi Rishot muallim, endi Sharbiddin Umar aka mushu Uyg'ur klassik adabiyotiga doir asarlarni yozgan yoki tahlil qilgan vaqtida marksizmlik tahlil usuli bilan materializmlik tadqiqot usulini zich organik birlashtirib mushkil holatda emgeklerini qanot yaydiribdi. Siz mushkil usulga, mushkil metodga qanday baho berasiz? Bir adamning ijtimoiy jamiyatdagi o'rni tarbiyalanishdan keldi. Sharbiddin ma'lumninki tarbiyalangan asosli o'rni Şinjan Universiteti ve Rossiyada bo'ldi. Sharbiddin ma'lumlar o'qigan davrlarda shu marksizm falsafasi bo'yicha, shu liniya bo'yicha mangdi. Keyingi vaqtlarda biz endi his qildik. Sharbiddin ma'lum har qanday bir asarni yozdi. Asosan aytgan chog'ida emas, tarixiy materializm nuqtasidan dunyoni ko'rsatdi. Klassik adabiyotga shu nuqtadan kiribdi. Mayli tarix nuqtasidan bo'lsin, mayli millat nuqtasidan bo'lsin, mayli tadqiqot nuqtasidan bo'lsin, tarixiy materializm nuqtasidan kirib buningga chiqarib o'tadigan shaklni chiqarib o'tdi. Hech qachonda tarixiy nuqtadan ushuqlik bilan fikr qilmabdi. Şu tarixi hürmet qilib turib, olgan har bir faktları nayta o'rinli. Qaysi kitobdan, qaysi vaqtda deyilgan, kim degan, qanchinchi batda deganga o'xshash, mana shu narsalarning hammasi nima desa, tarixga hurmat qilganlik. Ikkinchi bir odamning ilmiy emgiga hurmat qilganlik. Demak, shuning o'zi nima desa, bu bizning ma'lumimizning ilmiy nuqtadan tarbiyalanishida qanday mukammal tarbiyalanganligini ko'rib oldi. Sharbiddin bir yaxshi ustoz, yaxshi muarrifchi, yaxshi tadqiqotchi bo'lib qolmasdan, ailemizde bir intayin yaxshi hem yaxshi ot edi. O'zi jafo tasimi bizga iloj va jafo qilmaslikka tirishadi. Shuning uchun bizning ailemiz bir xotirjam, tirakka ega, maqsadi aniq, o'zini xalqning ishlariga bag'ishlagan, samimiy, ratsiz, jafoga chidaydigan umid bor bir aqtirigimizning bor ekanligidan hamon faxrlanib keldik. Men ustoz Sharbiddin Umarning 52 yildagi tunji qaror o'quvchisi. Sharbiddin Umar ustoz o'zining xizmatining ahamiyatini şu devir, şu vaqtlardaki qimmatini to'liq tushungan odamdi.
Şundaq məsuliyyətçanlıq bilan, şundaq təvəkkülçanlıq bilan əstayidil dərs tayyorlatdı, əstayidil dərs ötətdi. Dadam ailede nait bir mehriban tadıttı. Hem de dadam şunçilik japalık şaraitlarda bizge mehribanlığını yetküzetti. Her günü vakit çıkarıp apam tamak yiyotgan vaqtlarda yoki biz tamak yeb bo'lgan vaqtlarimizdan keyin atrofiga bizni yig'ib naitdi chiroyli til bilan nurg'un hikoyalarni aytib bergan. Keyin cho'ng bo'lib xat to'ngan vaqtimda men girim cho'chaklarning hammasini o'qib bo'pti ekanman, anglab bo'pti ekanman. Dadam aytib bo'pti ekan. Dadam shu hikoya aytib berish usuli bilan naitdi ustunlik bilan bizni mushtaq kitob o'qiydigan yaxshi odatga yetildiribdi deb qarayman. Onun keyin dadam nait qaysar odamdi. Men umrimda voysig'ini anglab boqmagan. Dadam nait umidi bor odamdi. Bir ishni qiyin desak, hapulaydi. Buning nimasi bor? Buning nima qiyini bor deydi. Umidvorlik bilan yashashni biz izchil ta'kidlaydi. Mushu xil o'ziniki amaliyati bilan, o'z amaliyati bilan bizni tarbiyalagan mehribon dadam toki umrining oxirigacha o'zining eng sevgan mushu klassik adabiyot tadqiqotini eng oxirgi daqiqachalargacha tashlab qo'ymadi. Biz cho'qim mushu xil otimizningki ro'yiga varislik qilib, shuningki ashi esil fazilatlar bilan jamiyatda odamdek yashash uchun tirishimiz. Güljamal muallim ayni vaqtda siz mushu magistr aspirantlikqa Uyg'ur klassik adabiyotidagi tragediyalik ong haqida, tragediya degan temada dissertatsiya maqolasi yezib ekansiz. Mushu maqolani yezish, tem belgilash, uningkin mushuninga yetakchilik qilishda Sherifiddin Umar ustozimiz sizga qanday yetakchilik qildi? Mushu haqda depagidek gaplar bo'lsa anglab o'tsak. Hamda aspirant tarbiyalashda 3-bir o'tgan nima desa, aspirantlikni bitirish, magistrlik ilmiy unvoniga erishish, ilmiy maqola yozish bosqichi. Bu hamda eng oxirgi bosqich ham hal qilg'uch bosqich. Sharifiddin muallim dastlabda qaysi temani yozish haqida 1 yil ilgari tayyorlik qilamiz-da buningga. Shu bizning kafedradik boshqa muallimlar bilan jiq maslahatlashib, oxiri 3 temani tanlab menga ko'rsatdi. Qizim, eng yaxshisi temani o'zing tanlasang yaxshi, o'zingning qiziqish bo'yicha tanlasang, texim yaxshi chiqadi dedi. Shuning bilan men Uyg'ur klassik adabiyotidagi tragediyalik asarlar haqida degan temani tanlab Sharifiddin muallimga sungandan keyin Sharifiddin muallim intayin xush bo'lib, bu temani qanday yuritish haqida men dastlabda talab fikrlarni o'tirib qo'ydi. Shuning bilan Sharifiddin muallim menga qarorlik holda o'zimningki yozgan narsalarni ko'rsatib turishim talab qilib 6 oy ichida men maqolani yozib tugatdim. Shu muallimning talabi bo'yicha men maqolani muvaffaqiyatli tamomlagandan keyin 1992 yılı 6. ayda Abdurrahim Ötkür Efendi mushu men maqolamni bağlash hay'atining raisi bo'ldi. Onun shu vaqtdagi fakultet müdirimiz professor, magistr yetakchisi Abdukerim Rahman, onundaki Qozoq adabiyotininki tunji professor Ahmadbek, onundaki Wangbao, Azaz Sultan qatorliqlar mening maqolamninki bağlash hay'ati bo'ldi. Shuni bilan men maqolani yetkazdim. Keyin maqolam a'lo baholandi. Meningki shu tunji qatim shu maqolam haqida Urumchi gazetda Şinjan Xalq Radiosu'dan sizden shunday anglitishlarni, xabarlarni berdi. Hamda jamiyatda qattiq g'ulg'ula qo'zg'adi. Amaliyotda mening erishgan 3 yillik ajrimning mas'uli bo'lgan bu maqola mening o'qituvchimning menga 3 yillik qon tarininki mas'uli. Menga otida kuyangan, qattiq talab qo'ygan mehribon ustozimning amgakininki samarasi edi. Biz bugun peshqadam ma'rifchi, shundaqla ilmiy tadqiqotchi, ijtimoiy fan sohasidagi munavvar mutaxassis marhum Sherifiddin Umar ustozimizni eslatdik. Uning ilmiy emgaklarini yod etdik. U Uyg'ur klassik adabiyotining shakllanishiga asos solgan töhfikor bag'van. Biz oxirida Sherifiddin Umar akaninki ilmiy emgaklaridagi usul va metodni o'zimizga aktiv energiya qilib keyingi emgak, turmush va xizmatlarimizda o'rnak qilishimizning qimmatlik burush ekanligini yana bir qitim esga olamiz. Bugungi suhbatimiz mushada oxirlashdi. Kelar hafta ko'rishaylik, xayr xo'sh.